Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu. Gulzoda opa bilan bog'landikmi? Ha, labay. Otajonim, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Rahmat. Bor bo'ling hamisha. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bilmadim. Rahmat, boringizga shukr va shukronalar aytgan holda bugungi tavallud ayyomlaringiz va Allohga banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali, shodiyonali kunlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklab qutlab qolaman. Rahmat. Dormani mehribon yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolari baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni uzoqdan, joningizni sog' va omon, qalbingizni esa xotirjam va mustahkam qilsin deb qolaman. Ayni daqiqalarda siz bilan mana shunday o'zgacha va chiroyli g'oyibona suhbatimiz orqali ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritib borayotgan yurakdan yurakgacha tabrik loyihasidan suhbat olib bormoqdamiz. Opajonim, keling endi sizga bir savol bilan murojaat qilsam, nima deb o'ylaysiz? Tavallud ayyomingizda mana shunday o'zgacha tabriknomalarni, kutilmagan sovg'a va tilaklarni siz tomonga taqdim etgan yaqin insoningiz kim deb o'ylaysiz? Bilmadim, lekin to'g'risi shu yaqin insonlarda qarindoshlarimmi, singillarimmi bilmadim. Bor bo'ling, aziz boshingiz hamisha omonlikda bo'lsin. Mana shunday samimiy tabriknomalarni sizga jigaringiz, singlingiz Eleonora yo'llagan va ularning samimiy tilaklariga xolangiz Ma'mur opa, jiyalaringiz E'zoza, Sharofat bonu hamroh bo'lib qolishgan. Kattakon rahmat, borlarga shukr. Qimmatli vaqtingizni ular uchun ayamasangiz, siz tomonga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Alloh qodir qilgan qadar taqdim elasam. Mayli. Bor bo'ling. Xafalik yarashmas, ranjimang zinhor. Shirin tabassumla ko'rsatib bahor. Ostonangiz uzra 4 fasl bahor, sayrasin sho'x qushlari giryon kapalak. Shukrona kuningiz bo'lsin muborak. Assalomu alaykum. Mehri daryo, yuzlari nurli, shirin so'zli, qadrli bo'lgan aziz opajonim. Sizni bugungi shukronali kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborak etaman. Sizga Allohdan uzoq va mazmunli umr, mustahkam sog'liq, xonadoningizga tinchlik va totuvlik, dasturxoningizga fayz va barokat berishini so'rayman. Robbim sizni do'stga zor, dushmanga xor qilmasin. Barcha ezgu niyatlaringiz, yo'llagan duolaringiz mustajab bo'lsin. Yaxshi insonlar va yaqinlar qurshovida hayot zavqini surib yuring. Yoshlikning eng go'zal xotiralari siz bilan birga o'tgan. Jon jigarim, qondoshim, sirdoshim, mehnat qilib charchamaydigan mehribon opajonimsiz. Hayotda juda ko'p narsalarni pishir kuydirdan tortib sabr va shukr qilish, qanoatli bo'lishgacha, shirin so'z bo'lish u kamtar bo'lishgacha barini sizdan o'rgandim. Bari uchun tashakkur opajonim. Sizni ko'rsam, Ozoda xolamni ko'rgandek bo'laman. Xolajonimning xushbo'y ifori sizdan kelib turadi. Ilohim, xolajonimning oxiratlari obod bo'lsin. Ko'zlaringiz nam, qalbingiz esa aslo g'am ko'rmasin. Allohim ne'mat qilib bergan hayotingiz quvonch va shodliklarga boy bo'lsin. Sizdek opani nasib etgan mehribon Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Yuzingizni ufurab shabbodalar silasin. Ko'zingizni quyoshning jilg'alari boylasin. Yuragingiz quvonchdan tongda xushbo'y yayrasin. Opajonim, Alloh sizni har doim shunday siylasin. Go'zal hayot navosidan bu qalblar orom bo'lsin. Bulbullar chertgan kuyga dillar oshufta bo'lsin. Ne bo'lsa ortga tashlang, g'amlar, anduhlar qolsin. Opajonim, Alloh sizni har doim shunday siylasin. Umr o'tib boryapti, shiddatli karvon bo'lib, tashvish toshib ketyapti, go'yoki ummon bo'lib, kuling shodlanib yashang doimo xandon bo'lib. Opajonim, Alloh sizni har doim shunday siylasin. Mana shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklar yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat, kattakon borlarga shukr. Sizlarga ham shunday chiroyli tilaklar tilab qolaman. Inshaalloh. 100 yoshlarga kiring. 100 yoshga kirganingizda ham sizni ana shunday tabriklash menga nasib qilsin. Rahmat kattakon, sizga ham rahmat, ishlaringizga omad, charchamaysiz. Rahmat. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Mayli. Opa bulut bo'lib
sitilib ketdim. Opa yashin bo'lib yiqilib ketdim. Opa yomg'ir bo'lib to'kilib ketdim. Opa jonim dardlashgani keling bir kecha. Rangimning rangini eslolmay qoldim. Tomog'im achishib yig'lolmay qoldim. G'aflat bosib sizni yo'qlolmay qoldim. Opajonim dardlashgani keling bir kecha. Yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, bir kunim odamday o'tsin desangiz, opa dardlashgani keling bir kecha. Bir kunim odamday o'tsin desangiz, opajonim dardlashgani keling bir kecha.